Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Bizning kanalımızda ashaddiy muxlislar va biz tasodifiy ko'rib turgan aka-ukalar, chorva ishqibozlari, qo'y ishqibozlari va mana bunday toza arashan qo'chqor va urg'och soluqlar. Akalar, Xudo xolasa, bugun hafta kunimizga dushanba 16-fevral akalar, Xudo xolasa biz syomkalarimizni yana o'sha mashhur arzonchilar, optimchilar Namangan viloyat Namangan tumani Tepa-Qo'rg'on qishlog'ida Husan ukamiz xonadonlariga yetib kelganmiz. Videolarimizni boshlashdan oldin akalar, Xudo xolasa bittadan like bosib, kommentariyaga yaxshi izohlar qoldirib tursaring, hammamizni chorvamizga Alloh barakasini berib, Xudo xolasa mashina qo'ylardan 100 talab, 1000 talab boqish nasib qilsin. Xo'p akalar, bularda Xudo xolasa bir boshdan ma'lumotlarni Husan ukamizning o'zlaridan olamiz. Xudo xolasa akalar, videoda oxirigacha tomosha qilib turinglar. Qo'ylarni zo'rlardan kelgan. Mana jonivorlarni. Bugun quyosh chiqib ancha kunlar isib qolgani uchun mana Husan ukamiz ham yechib olganlar. Hormay Husan boy. Salomatmi Asron aka? Charchamayapsizmi? Hormanglar, charchamayapsizlar. Aka, dolasa bugun ham qo'ylar zo'rlari keldi. Zo'rlari keldi. Bugun oxiracha ko'rishsin, ketkizgan vaqtlariga achinmaydi dolasa. Xudo xolasa. Videoni Go'zallardan kelibdi. Go'zallardan keldi. Videoni boshida bitta like bilan kanalni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bosib qo'ysin. Dolasa ma'lumotlarni beramiz aka. Ma'lumotlarni beramiz. Xudo xolasa birinchi partiyamizga bir dona qo'chqordi, haqiqiy zo'ridan, Xudo xolasa mana akalar, bir dona so'liqdi. Dumbar azrizlarni qaranglar. Jonivorlar. O'ta ham mushni ekan. Dumpi marlashmagan. O'ta ham bir go'zal narsa ekan. Kallalarni qaranglar. Jonivorda. Old ushlari ham o'ta gigant narsa ekan akalar. Jonivorni qaranglar. Oyoq kastaklari ham zo'r. Xudo xolasa sog'lig'imiz ham shunday. Mana jonivorlar. Har tomonlama kiygan. Sog'lig'imiz ham o'ta polvon narsa. Bunda ham dumbar azrizlari dakansa mana. Oyoq kiyimlari zo'r, ikki o'ynamas. Stoykalarga bir ahamiyat berasizlar. Jonivorlar. Husanboy? Asron aka. Xudo xolasa birinchi partiyamizga bir dona qo'chqor, bir dona sog'liq, ha? Shunday aka. Qo'chqorimizda kalla garmoslari ham zo'r ekan, ha? Zicha bosh qo'yingchi, ko'raylikchi. Jonivorni qaranglar mana, akalar. Xudo xolasa. Bog' 20 aka. Qulog'i Xudo xolasa 20, ha? Ha, bemalol. Toza oq yuz, Xudo xolasa mana. Quloqlari 20. Xo'p, oyoq kastaklari moshni, Xudo xolasa o'ta ham bir go'zal narsadan ekan. Mana. Jonivorlar haqiqiy zo'r. So'ng ularlarni Xudo xolasa anchadan garamizga ko'rinmay qoldimiz. Tushunmay qo'ydingiz? Xudo xolasa Aybimiz yo'q, narxlarni yengil qo'yib beramiz aka. bo'ldi, gap yo'q. Narxlarni yengil qilib, Xudo xolasa obunachilarga ilinib beramiz-da, Xudo xolasa. Xo'p, birinchi partiyamizga bir dona sog'liq, bir dona qo'chqor. Xo'p, bularni ma'lumotga kelsak, Husanboy, quloqlari 20 aka. Quloqlari qo'chqorimiz 20, bo'y baslari 95 aka. 95, Xudo xolasa xotirjam o'lchaveradi. Dumbar azrizlari ham cho'tki, uzunligiga Xudo xolasa metr akalar. Lekin qo'chqorimiz haqiqiy zo'r mana. Jonivor. Haqiqiy bir go'zal narsa. Sog'lig'imiz ham shunday. Sog'lig'imizning bo'y baslari qanaqa o'sam? 85 plyusga olishar aka. 85 plyusga. 85 plyus. Xo'p. Bular yosh oyliklar qanaqa o'sam-boy? 4 dan aka. 4 ta egalasi ham 4 ta Xudo xolasa. Qo'chqorimiz ham o'ta mo'shna ekan. Zotga seleksiya qilaman deganlar kelamiz, Xudo xolasa zo'r tushadi. Toza svetli narsa. Mana. Arashandi, haqiqiy go'zalida. Qo'chqorning erkagidan mana. Quloqlarni joylashlarini qaranglar. Sog'lig'imiz ekan mana, Xudo xolasa o'ziga yarashgan. Xudo xolasa chiroyli narsa. Husanboy? Asron aka. Egalasi ham 4 dan. 4 dan. Xo'p, qulog'i 20 qo'chqorimizniki. Xudo xolasa toza oq yuz. Xo'p. Yemoqchi bo'ladi qanaqa Husanboy bo'ladi? Mochmoqlariga aka garantiyasi bor. Garantiyasi bor. Garantiyasi bor. Xudo xolasa aloqaga chiqishaveradi bemalol. Chiqishaveradi. Borgandan keyin akalar yedirib-ichirib xotirjam pulini sanab beraverasizlar. Xo'p, Husanboy bularning narx-navosiga yetib kelsak, Xudo xolasa. Xudo xolasa mana akalar. Narxiga kelsak Husanboy, chiroyli bo'ladimi Xudo xolasa? Yengil bo'ladi aka. Qo'yimiz haqiqiy mushni, o'ta go'zal narsa ekan. Buni bittalabga ham sotadan bora? Bittaga ham sotaveramiz aka. Bittaga ham sotilaveradi. Qariyaqa telefon qilsa, sog'liq yaxshi ham telefon qilisholsan aka. Bo'ldi. Xudo xolasa. Bemalol akalar aloqaga chiqarasizlar. Xo'p, akalar kanalga qo'ylar qo'ymasimiz sababi kelib sotilib ketib qolyapti. Klientlar shu yerda o'zida atrofda aylanib, Xudo xolasa Buxorolik akalarimiz ham shu yerda gastinisalarda yotib qo'ylarni yig'ishtirib ketishyapti. Natija yaxshi bo'lgani uchun Xudo xolasa mana qanaqa qo'ylardan olib ketishyapti, natijasini ko'rishyapti. Qo'ylar zo'r effekt beryapti. Xo'p, Husanboy bularni taqilgan narxlari yo'lida qilib qo'yib berasiz, Xudo xolasa. Ayting narxlarni, nech pul?
26,5 million so'mga yetkazib beraman. Jupini. Jupini. Qo'chqorni o'zmasmish qilib? Yo'q aka, jupi. Jupi, ha? Ha. Jupini 26,5 million so'mga yetkazib beramiz. Ha. Jonivorni qaranglar mana. Bitta labga ham savdo bor, ha? Bittalabga ham savdo bor, telefon qilisholsin. Bitta labga ham savdo bor, xudo xolasa. Xo'p. 26,5 million dedingizmi? Ha, 26,5 million. O'tib beradigan joyi bormi? Bu yerdan joy bor aka. Necha pul o'tib berasiz? 500 ming o'tib beraman aka. 500 ming. Dastlabki qayergacha? Samarqandgacha. Samarqandgacha. Vodiydan so'rashsa, Husanboy? Xayrini qilib beraman aka. Yana o'tib berasiz. Yana o'tib beraman. Necha pul o'tib berasiz vodiydan so'rashsa? Keyin aka. Necha pul? 26 million dedimmi? Ha. 25,5 ga beraman. 25,5 millionga vodiy ichi dastlabkasi. Ha. Samarqand necha? 26 million. Dastlabkasini kelishlasizlar, o'rtasida 26 million emas, dastlabkasini kelishlasizlar, xudo xolasa akalar mana. Bemalol aloqaga chiqib qolasizlar. Xuddi shunaqasini kechagina, xudo xolasa, yetkazib borib Chopir akamiz Surxondaryoga sotildi. Libboy joydan aloqaga chiqib qolasizlar, xudo xolasa ishlarini bitirib beramiz. Akalar, xudo xolasa biz yo'qsa ikkinchi partiyalamizga o'tamiz. Ikkinchi partiyalamizda qanaqasi bor? 2 yaxshidan bor. 2 yaxshini zo'rlari bor, ha? Xudo xolasa. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Akalar mana haqiqiy Allohning barakalari akalar mana. Xudo xolasa Arashanda 2 yaxshisini olaman degan akalarimizga. Qo'zlar qaranglar bir qator mana. Kallalariga ular haqiqiy shalpon quloqlaridan mana. Jonivorlar qaranglar. Toza oq yuz. Bu xudo xolasa kanalimizda yangilik. Mana qo'zlarni qaranglar akalar. Ikkovi mana mashina bolasi akalar mana. Xudo xolasa 3-qoringa to'y deb turibdi. Qo'yimiz. Naqd bo'g'oz, xudo xolasa, onasi mana bolalarini ham bir qator ko'ringlar akalar. Jonivorlar. O'ta ham bir mo'shni go'zallardan yetib kelgan, xudo xolasa. So'mmi chetalangchi? Mana jonivorlar. Jonivorlar. Haqiqiy bir go'zallardan. 100 talik garantiyalik mana, xudo xolasa. Qo'zlarimiz ham, onasi ham. Haqiqiy egizak. Bu xudo xolasa sverga qilinmagan, u qo'shilmagan xudo xolasa, haqiqiy o'zini bolalari. Liboydan ko'rsatib olasizlar, xohlasalar ham qoniga tekshirib o'tirganlar. Lekin biz garantiyasini beramiz. Haqiqiy egiz. Onasi ham mana, onasi ham yirik sog'liq, xudo xolasa. Jonivorlar bir qator ahamiyat berasizlar, xudo xolasa. Haqiqiy xudoimiz barakasi. Onasi yana bo'g'oz, xudo xolasa akalar, bir oy yo'qolmay tug'ib bo'ladi. Bolalarni ham xudo xolasa mana. Yuzlariga ham rahmat beringlar, garbonoslari ham o'ta go'zal. Mana jonivorlar, haqiqiy bir go'zallarni aytgan. Qo'ylarga bir qator ahamiyat berasizlar. Xudo xolasa Husan ukamizni qo'ralardi. Husanboy, zo'rlarni olib kelibsiz-ku. Xudo xolasa aka har kimdan zo'rlar kelyapti. Har kimdan zo'rlar kelyapti. Ha, kanalni yo'qotib qo'ymaslik uchun mana bosib tursa, xudo xolasa undan keyin ham zo'rlar keladi. Bundan keyin ham zo'rlar keladi. Xo'p, 3-partiyamizga ham bor, ha? 3-partiyamizga ham bor aka. Xudo xolasa 3-partiyamizga ham bor akalar. Mana onasini baraq o'zini olib chiqincha, onasini ham bir qator ko'rsataylikchi. Jonivorlarga qaranglar. Haqiqiy bir mo'jiza. Ha, jonivorlar. Onasi ham yosh qanaqa, Husanboy? Yosh aka 4 ishda yangi 6 ishga o'tdi aka. Shunda ikkinchi qorinmi qoladimi, 3-qoringa bo'g'oz emas bu? 3-qoringa bo'g'oz aka. 3-qoringa bo'g'oz, ha? Xudo xolasa oldidagi bolalar ikkinchi qorin, 3-qoringa bo'g'oz. Qo'yimiz mana lapli yotibdi, xudo xolasa akalar. Naqd bo'g'oz. Xolasalang o'zingiz qilib olinglar, xolasalang shundaycha. Garantiyasini beramiz. Ha, dumbalarni qaranglar, qo'zlardi. Haqiqiy bir go'zallarini. Mana. Akalar mana bolalarini qaranglar. Haqiqiy bir go'zalini. Xo'p, Husanboy, buni ham narxini telefonda kelishamizmi yo narx aytasizmi? Narxini aka telefonda gaplashamiz. Telefonda gaplashaveramiz buni narxini. Xudo xolasa ishlarni bitirib berasiz. Bitirib beramiz aka. Alodagi odamni ishi bitadi, xudo xolasa. Alodagi odamni ishi bitadi, xudo xolasa. Akalar mana. Bemalol aloqaga chiqib qorasizlar, xudo xolasa. Onasini yoshini ham bir qator ko'rsatib ketaylik. Mana 4 ishdan 6 ishga o'tgan. Qo'ylarimiz haqiqiy bir go'zallaridan. Akalar bemalol aloqaga chiqib qorasizlar, xudo xolasa. 24 soat aloqadamiz. Ishlaringizni bitirib beramiz, xudo xolasa. Mana. Haqiqiy go'zallardan. Enasini ham qo'yib beramiz, bir qator yurishlarini ko'rsataylik, mashq qo'yiladi. Mana jonivorlar. Haqiqiy bir akalar mo'jiza. Jonivor. Haqiqiy bolani ham bergan. Bemalol aloqaga chiqib qorasizlar akalar. Unda 3-partiyamiz o'tamizmi, Husanboy? Ha, 3-partiyamiz o'tamiz. Akalar mana xudo xolasa 3-partiyamizga Qo'chqorni haqiqiy bir go'zalidan yetib kelgan akalar. Bemalol aloqaga chiqib qorasizlar, xudo xolasa. Husan ukamiz.
liniyasi bor. Liniyasi bor. Liniyasi bor, xudo xolasa. Liniyasi, xudo xolasa akalar o'zimiz ham garantiyasini beraveramiz. Qo'chqorimizga bir qator ahamiyat berasizlar. Uzunliklariga. Dumbalarni ham bir qator ko'rsatib qo'ying-da. Jonivor. Haqiqiy pikka durmada. Mana oyoq kengliklari, kastaklariga bir qator ahamiyat berasizlar. Xudo xolasa mana moshni qo'chqorimiz. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa aloqaga chiqarasizlar akalar. Xudo xolasa narxini ham kelishtirib yo'lida qilib qo'yib beramiz. Xo'p, akalar, liniyasi korpus, quloqlari xudo xolasa 20 ga yaqin, kalla garbonslariga qaranglar. Qo'chqorimiz hali 5,5 oylik qo'zi qo'chqor. Kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqarasizlar, xudo xolasa ishlarini bitirib beramiz. Husanboy, xudo xolasa qo'chqorimizda bir qator ma'lumotlarni, yemoq ichmoqlari qanaqa? Yemoq ichmoqlariga buni ham garantiyasi bor. Garantiyasi bor. Garantiyasi bor. Xudo xolasa akalar xotirjam aloqaga chiqarasizlar. Borgandan keyin ham yedirib, ichirib, xotirjam aloqa qilasizlar. Akalar narxi xudo xolasa kelishtirib beramiz, aloqaga chiqarasizlar. Nimaki o'zimizga ham yaxshi pul kelgan, yaxshi pul bo'lsa sotamiz biz ham, xudo xolasa ozgina biz ham non talabmiz, xudo xolasa ozgina foyda qilsa biz ham sotamiz akalar, xudo xolasa. Mana narxiga kelsak akalar, xudo xolasa buni narxini o'zim aytaman, $750 ga, xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab dastavkasi mutlaqo bepul yetib boradi. Aloqaga chiqarasizlar, xudo xolasa. Qo'chqorimiz lekin haqiqiy go'zal narsa. 5,5 oylik qo'zi qo'chqor. Liniya korpus. Xo'p. Quloqlari xudo xolasa 20 ga yaqin, kalla garmonslari ham o'ta moshni jonivorimiz. Kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqarasizlar. Akalar, shu bilan videolarimizni yakunlaymiz. Videolarimiz xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Xo'p, hammamiz Alloh chorvamizga baraka yog'dirib qo'ysin. Xudo xolasa hamma qo'zilardan, katta qo'chqorlardan 1000 talab, 100 talab boqish hammamizga nasib qilsin akalar. Aloqadamiz, xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar.